Minecraft Bedrock Edition'ni hammalar bilsa kerak, ya'ni telefonda o'ynaydigan versiyasi. Xullas, men Banisada vaqtimda, xullas, ya'ni shifoxonada burnimni davolatayotgan paytimda men survival qilgandim. Minimalni 100 kun yashagandim. 2 ga chiqqanimdan keyin 150 kun bo'ldi. Mana 50 kun yashaganman. Ko'ringlar, mana nimani yozganman. Bola, bugun videoni maqsadi, ya'ni bizni beacon quramiz, ya'ni mayoq deyshadi-yu. Olmosli. O'shani quramiz. Nimadan qilamiz ekan? Olmosdanmi yoki nezritdanmi? Davati ko'rib chiqamiz. Hozir o'zimizga shulka yasaveramiz, keyin hammasini o'sha shulkaning ichiga solamiz. Mana shulka yasaldi, endi yasaladi, ya'ni sandiq yasaldi, keyin shulka yasaldi. Keyin bunga ozgina rang berish kerak, boshqa shulkalarim bilan o'rlashib qolmasligi uchun, ya'ni aralashib qolmasligi uchun. Ko'rdinglar mana? Shu shulker bizga yetadi. Endi olmosdan blok qilib olamiz yoki nezritdan qilamizmi, yo'q bilmadim. Shulkerimni pushtiranga bo'yash uchun qishloqqa uchib bordim. Mana qishloqimni ko'ringlar mana. Qishloqni o'zini bitta zona qilib yaratganman. Ya'ni qishloqlar uchun polniy zona yaratganman. Mana pushti suyet oldik. Pushtirang mana shulkerimiz tayyor bizani. Endi shunga skeleton kallalarini va olmoslarni yig'sak bo'ladi. Menda olmoslar oldindan yig'ilgan. Bu videoni olamanmi yo'qmi buni bilmadim, lekin bola o'sha paytimda olmos yig'ishga juda qiziqqandim. Hammasini kreativdan olgansan desanglar bolalar qaranglar 155 kun yashalgan. Ko'pchilik olmos branalarni yoki nezer branalarni ko'rishinglar mumkin bolalar. Hech qaysi kreativdan olinmagan. Fortune 3 bo'ladi-yu, hamma nima desam ekan, hamma o'rlarni, rudalarni yig'ib, o'shalarni bir joyga qo'yib, keyin vein miner degan mod hisobga qilganman. O'sha modda men keyin hammasini Fortune 3 kirka bilan qazganman. O'shanda stak olmoslar tushgan. O'shaning uchun olmos blok yasash uncha qiyin bo'lmadi. Endi biz skeleton kallasini yasaymiz. Yasaymiz emas, endi topamiz, endi fortress qidirish kerak. Va nihoyat fortress topildi, ya'ni qizil qal'a. Endi davati skeletonlarni o'ldiramiz. Vizi skeletonlarni albatta. Oq skeleton o'ldirmayman-ku. Qizil qal'aga kelganimdan keyin 3 ta skelet o'ldirganimdan keyin menda уже bitta kalla bo'ldi. Ya'ni bitta vizi skeleton boshi. Ko'rdinglarmi? O'zim ko'rmayapman. Unda qidirish davom etamiz. Let's go. Qizil qal'ada omadim kelib qolib, men 3 ta skeleton boshini sirab yig'dim. Ko'rishinglar mumkin mana. Endi shu olmoslarni hammasini olmos blok qilib chiqamiz. Menimcha olmos bloklar hammasi tayyor. Albatta, yana ozgina ovqat sotib olamiz. Non kerak bo'ladi. 2 ta stak bo'lsa normal. 2 ta stak chiqdi, ikkinchi stak 32 ta. Endi qolganlarini qishloqlarga bersak bo'ladi. Bular ham ovqat yeyish kerak, non yeyish kerak. Dragonni o'ldirganman oldindan, o'shaning uchun end portalga boramiz va obsidianlarni yig'amiz ozgina. Sabab xullas o'sha bedrockli joy bo'ladi-yu, dragon turadigan. O'sha dragon turadigan joyni tagiga skeletonni anaqa spawn qildiramiz. O'sha joyni bedrock depamen obsidian bilan ozgina o'rab spawn qilamiz. Obsidianni endi qasishimni ko'rasizlar. Mana bir deganda 1024 ta blokni qazib berdi. Eng qiziq hammasi obsidian. Mana staklab obsidianlarni ko'rishinglar mumkin. Agar bu mod sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, men buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimda esa opsiyaniyani topishinglar mumkin. Xullas, shu o'tganda bazani quramiz. Pashti hamma joyini obsidian bilan o'rab bo'lgandan keyin endi vizi skeletonni spawn qilsak bo'ladi. Skeletonni spawn qilgan paytimda vizi skeleton obsidianni sindirib olishi esimdan chiqib qolibdi. O'shaning uchun prosta 3 ta kallasi yo'q, prosta zoyi ketdi. Elytra bilan uchib borib, nayza bilan o'ldirmoqchi edim, afsuski o'lib qoldim. Prosta qaytadan endga bordim va ko'rdim. Qarasam, vizi skeleton despawn bo'lgan ekan. Ya'ni spawn bo'lgan joyda yo'qolib qolgan. Mana hammalar polni ko'rishinglar mumkin. Hech qayerda vizi skeleton yo'q. Endi boyagi prosesni qaytadan qilamiz. Hamma kerakli bo'lgan materiallarni qaytadan yig'ib chiqdim va endi bu safar vizi skeletonni oddiy dunyoda spawn qilishga qaror qildim.
Ya'ni yana bitta metodi bor ekan, как Visual Skeleton'ni, shu Visual Skeleton'ni nima bo'lsa ham o'shani как osongina o'ldirsa bo'lar ekan Bedrockda. Ya'ni Bedrockga tiqilib qolish kerak. Shunaqa bir Bedrock joylashuvlarini topish kerak, как o'sha Visual Skeleton spam bo'lgandan keyin shu yerda tiqilib qolsin, o'lib qolsin-da. O'sha juda oson yo'l ekan. For this pattern and spawn the wither sideways exactly like this. And it's far enough that you can spawn multiple withers at the same time and safely farm tons of nether stars right in the overworld. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, barakalla. Endi shuni qilib ko'ramiz. O'xsharmikan yoki yo'q? $2,000 later. Mana Nether Starni ham olamiz xos. Mana aytganimdek Nether Starni oldik. Endi biza beaconni, ya'ni mayoqni yasasak bo'ladi. Beacon, ya'ni mayoq uchun отдельный joy tayyorlab chiqdim mana obsidiandan. Endi mayoqni o'zini qurib chiqsam bas. Mana polni hamma ish bitirsak ham bo'ladi. Endi prosta mayoqni o'zini craft qilsak bo'ldi. Shu survival zonamda deyarli emas, endi aniqrog'i 160 kun yashadim va mana ko'rib turganlaringizdek katta mayoq yasadim. Agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa bo'ldi, menga obuna bo'lishni va videoga like bosishni, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar bo'ldi. Agar videodagi ishlatilgan modlar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tishinglar mumkin.